Ana mahallamizning yo'llari bir necha yil bundan oldin asfalt qilingan edi. Asosan Soyuz davrida qilingan asfaltlar mana o'ydin chuqur bo'lib yo'llarimiz, mana nevaralarimiz, bolalarimiz maktabga, bog'chaga kelishga nihoyatda qiyinchiliklar bo'lardi. Qishda loy, yozda chang, yomg'ir suvlari to'planib qolib, bolalarga, odamlarga sachrab ketardi. Mana prezidentimizning qarori bilan, mablag' o'tkazish yo'li bilan mana mahallamizning yo'llari tekis asfalt va ravon qilindi. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik yurtimizda obod bo'lishiga, bizni mana qishlog'imizning nomi Dorul Omon deyiladi. Omon davrida mana yashab, juda xursand bo'lib yuribmiz.